Mana 13 qishloqda ham kelib qoldik. Qalaysizlar yigitlar? Mayli. Tezroq uy olish kerak. Menimcha kechyapti. Ana o'zi kechgan ekan. Hozir merni ko'rsa kerak. Assalomu alaykum mer. Alaykum. Menga uy yo'qmi? Men yangi egroq edim, shu 13-qishloqqa ko'chib keldim shahardan. Menga uy bera olmaysizmi? Uy bor. Qaysi uyni bera olasiz? Shu chap tomonga borsang, ko'zesa bor. Ko'zesani senga beraman. Ha, mayli. Bo'pti bo'lmasa mer. Bo'pti. Menga ish yo'qmi? Ish bor. Огород. Shu ko'zani oldidagi огород. Ikkitasi. Ha, mayli. Har kun ertalab qilib tursam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Oyiga qanchadan berasiz? 400 brot. Mayli. Bo'pti. Bo'pti. Ana uyni ham albatta ko'znetsa bo'lsa kerak. Lamalar ham bor. Matiga. Non. Shapkamni yechib qo'yaman. Bo'ldi. Nima bo'lmasam bugundan boshlaymiz ishni. Agar vaqt bo'lsa, keyin qolgan ishni keyin o'ylasak ham bo'ladi. Suvga tushgan yo'q. Bug O'rganlar tashaveramiz. Birinchi mana bularni ekib qo'yish kerak. Bu ish mayda ish, lekin mayli o'tadalik beradi. Shu ishga ham shukr qilib ishlaymiz. Lekin agar tashlash o'zimga ham yoqadi. O'sha ishni mayli. Oldim ishni. Ana u. Buni qilib bo'ldim. Endi kartochkani birgan tashlab yuborsak. Juda. Yuborsak. Ha, bo'ldi. 3-chi. Endi merga kartochka bilan sabun olib beramiz. Mer, bugun agrotunishini qildim. Ha, mayli. Sabun bilan kartochkani qo'y. Orqangdagi sandiqqa qo'y. Mayli. Mayli. Sandiqdagi izvorotlarga tegishma. Mayli. Ular jetonlarning oilaga. Mayli. Nimaga bo'lmasa menga uncha kam berasiz, to'xtang. Endi senga ishonib bo'lmaysan yangisanda. Ha, mayli. Keyin oylig'im ko'tarasizmi? Keyingi oylar? Ha, ko'taraman. 800 brot qilaman. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'pti bo'lmasa. Endi uyga borib o'tirsam zo'r ish bo'ladi. Uyga keldim. Pechkalarda hech narsa yo'q. O'rtog'imga qilibman. Endi esa ozroq uxlab olishim kerak.
hech ham qolibdi-ku. Qo'shnilarda fakkel degan narsa bor. Yo'q ekan. Mayli, qo'shnilar mana shu yerdan bitta fakkel olsa kishmishasi nima? Bu yerda guva bitta bor ekan. Bilasan. Rasmlar zarxobda uyim. Kech bo'lyapti. Oy chiqyapti. Bu tentak yigitlar nimaga uyga bormayapti? Nega uyga kirmayapsizlar? O'zimiz turibmiz kechqurun. Oy chiqishini ko'rib o'tirmoqchimiz. Ha, mayli o'zing bilasizlar. Aytingchi, Sening isming nima? meni ismim Redfak. O'zingchi? Ahmad. Ha, Ahmad. Orqangda do'stingnikichi? Toshman. Ha, mayli. Toshmat aka. Toshmat aka, Ha, siz ismingiz Toshmat ekan, Ahmad aka aytdi. Meni ismim Redfak, o'zimni tanishtirsam. qanaqasiga yangi keldingmi? Ha, yangi keldim, yangi igrokman. Ha, mayli. Bo'pti. Mana u yoqda aylanish kerak. Unda ko'p. Uyga kirib uxlash kerak. Mana uxlab ham turdim, chiqdim dışarıga. Endi nima qilsak bo'ladi? Analar yana ertadan chiqyapti. Mayli. Mer birorta problema yoki muammo bo'lib qolmadimi? Yordam kerakmasmi? Yo'q, hozir yordam kerak emas. Agar yordam kerak bo'lsa, birata yetilib yuboraman. Mayli, okey. Bo'pti. Ikkinchi. Ana qishloq bilan tanishdingmi? Avrachga qanday? Ha. Bu yerda ombar bor. Qayer? Bunimi? To'g'ri. Bag bo'lganmi? Bu narsa. Vau. Bu yerda shafta bormidi? Shuncha kishini videosini ko'rib, lekin shafta borligini bilmagandim. Qayerga olib chiqadi? Tosh bilan berkitilgan. Demak, endi yaqinda. Ro'zmi? Eshikdan chiqib o'tmaydi. Hamma g'orda o'zim hech narsa ham yo'qqan. Yo'q, demak, nartalardan chiqadi ekan. O ana. Sakray. Shu blok tepasiga lazım. Boshqa ekin tushmayman bu yerga. Gijjaja ekan. Nima problemalar bo'lsa, ana shunda chiqsa, kirsa bo'ladi. Mayli ham. Bu yo'qchi. Xudoy, shu maydagan uyni bermagan, ikki blok uyni bermaganiga shukr qilish kerak. Ko'zing sanqirdi. Nega rahmat aytdim? U yangicha studio. Mana ko'rakchi. Men sizga Redfak degan ish bor. Qanday ish? Shu mana omborxonani ko'rdingmi?
Ha, ko'rdim. O'sha Umurxon pastda yerto'la bor. Tushib ko'rmadingmi? Yo'q. Tushdim lekin. Prosta allayapman sizda. O'rga tushmas kerak edi. O'rda bir maxluq yashaydi. Hali ham sen omoning kelib qop. Seni ko'rmay qolib, yaxshi sezmay qolgan. 5-6 ta shekillar shu yerto'laga tushib, shu qaytib chiqmagan. Men bilmagan edim. Bilganda tushmasdim. Siz nimaga oldinroq menga aytmadingiz? Kecha kelgandek charchagasan deb indamay qo'ygandim. Bugun aytaman degandim. Ha. Mayli bo'lmasam mer bo'pti. Mayli. Xo'sh deganimiz. Bu ham 2 bu o't. Uyda o't o'sib chiqsa. U qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu yerda ham bitta o't. Mayli. Bu yerlarda hech kim yashamasin kerakmi? Yo'q. U ombor. Resurslar berishasi yo'q. Bu yerda ham yasa yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bitta mana shunda bor ekan. Shunda ham bitta davlash bir bitta. Qanday Dom. Kastilya. Kastilyan bilmadim. Dom. Uy degani. Yana shunday bak. Maqsadga muvofiq bo'lardi. Voy. Stil o. Burada kimdir yashaydi. Ana. Bu nima? Nimaga bu ish qilmaydi? Lekin bizib bo'ladi. Lekin ocha olmayapti. Ana bitta uxlaychi, lekin uxlab bo'lmaydi. Bugun ertalabda hozir ertalab bugun ertalabda. Hamma qo'shni jonning ham uyiga kirib turamiz. Birinchi katta uyga ko'raylik. Katta yangi ish qurildimi bu yerda? Mayli. Bu yerda qanday o'zgarish yo'q. Bu yerda ham men sakrab tusha olamanmi mana shu yerga? Yil savoli. Agicha. Tushunarmaydi. Annemga qo'shimning uyiga kirib ko'ramiz. Bu yerda ham menimcha shunday. Qan 4 ta bilan olingan. Bitta, ikkita, uchta, 4ta, 5, 6, 7 ta gicha. 100 ta. Lekin u yoqda 4 ta olingan deb aytgan. Mayli ham. Bugun kech bo'ldi. Shuncha yurdik. Kech bo'lib qoldi. Shuncha yurdik. Mayli endi uxlash kerak. Ertalab kamerani yoqaman. Mana ertalab ham bo'ldi. Sayga chiqsak bo'ladi. 3 kunda shuncha tez o'sam, qandaydir bag bor. Mayli. Onaveraychi. Mega operaveraychi. Bir gap bo'ladi. Ko'proq oylik berib qolar balkim. Tushgan edi. O malimiz keldi, ichiragan garchiga chiqmadi. Testasak, keyin yana boshqa ishlarni ham qilamiz.
Yes. Ana oldingidan ko'proq narsa yapamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Men bog'liq ekinlarni olib kelgandim. Yana sandiqqa qo'yaman. Ha, shu sandiqqa qo'y. Okey. Hali ham olmabsiz bu kartochka bilan sabzilarni. Hamma shekilli aksa birdan hammasini olib borib sotib kelaman. Okey. Kechada halim turibdi. Короче, bolalar video shu joyda tugaydi. Sizlar bilan men Ritfak bo'ldim. Like, obuna umuman unutmanglar. Tezroq 1K bo'lishimiz kerak bolalar. Motivatsiyam tushib ketyapti. 300 tagacha, 330 tagacha. Tez ko'tarilib endi bir kunda bitta, ikkita ko'tarilyapti. Payda ko'tarilmay ham qolyapti. Video chiqarish uchun kechiktirilib qolyapti. Umuman video olishga motivatsiya yo'q bo'lyapti. Agar sizlar like aktiv bo'lsalaring, like bosalaring, aktiv bo'lsalaring, obuna bo'lsalaring, men keyin o'zimda motivatsiya topib, obunachilarimga obuna bo'lib, video chiqarishimga ishonib, obuna bo'lishyapti deb yana motivatsiya olib, keyin esa video chiqaraman. Bu video avvalgi videolarimdan ancha uzun bo'ldi. Sizlarga kattakon rahmat. Like bosmaganlar, hali ham bosmaganlar yana bir bor aytib o'taman. Like bos, obuna bo'lib qo'yinglar. Video joyida tugaydi.